So'nggi yillarda barcha sohalarda bo'lgani kabi ta'limda ham xalqaro hamkorlik, zamonaviy ta'lim standartlarini joriy etish kabi masalalarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Kuni kecha O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetiga Koreya Respublikasi oliy ta'lim muassasalarining professor o'qituvchilaridan iborat delegatsiya tashrif buyurdi. Hozir shu haqda. O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan muhim uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda Janubiy Koreyaning Nomadian IT kompaniyasi vakillari, shuningdek Kyungdong universiteti prorektori Lee Yung-hun hamda professor Lim Yong-seondan iborat delegatsiya ishtirok etdi. Uchrashuv davomida O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi o'zaro ishonch va do'stlikka asoslangan ikki tomonlama munosabatlar, xususan ta'lim, fan, madaniyat hamda innovatsion texnologiyalar sohasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish istiqbollari atroflicha muhokama qilindi. Tadbir doirasida Kyungdong universiteti prorektori Lee Yong-hun hamda professor Lim Yong-seon janoblarining ikki davlat o'rtasida sport ta'limi sohasidagi samarali hamkorlik faoliyati e'tirof etilib, ularga O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining faxriy professori unvoni topshirildi. Muzokaralar yakunida Nomadian IT kompaniyasi tomonidan universitet hududida Bayik Munjong maxsus taekvondo sport zalini barpo etish uchun 100 million Janubiy Koreya voni miqdoridagi homiylik mablag'i tantanali ravishda topshirildi. Mazkur sport inshooti kelgusida ikki davlat o'rtasidagi do'stona aloqalarni yanada mustahkamlash, universitet sport infratuzilmasini modernizatsiya qilish hamda yosh sportchilar uchun zamonaviy va qulay mashg'ulot sharoitlarini yaratishga xizmat qilishi kutilmoqda. Bugungi kunda universitetda xalqaro hamkorlik aloqalari izchil kengayib borayotgani ta'lim va sport sohasida innovatsion rivojlanish uchun mustahkam zamin yaratmoqda.